Bismillahirrahmanirrahim. Bor pulingni ber. Og'zini chiqasin. Siz? Ikkalang. Aka, bizni pul nima bo'ldi? 100 ming olib, bir haftada 800 ming qilib taraman dedingiz. 2 oy bo'ldi aka, insof ham kerak-ku. Shu sizlar faqat shoshinglar-da. Biznesda pul tikdimi, sen ozgina kutadi-da, meni ham aldab ketyapti. Nima qilay? Menga qara. Balki aka to'g'ri aytgandi. Shoshilyapmizmikan, ha? Kis. Aka, bu plan nima? Bizni pulni qanaqa qaytarmoqchisiz endi? Yana sizlar ham shu pulga qarab qolmanglar-da. Bu boshqa bizneslarni qilaverish kerak. Bo'lmaydi. Nima bo'lmaydi? Sen muncha bo'lmaydi deyapsan. Shu sen bo'lmaydi deyapsan, bo'lmayapti ish ham. Shu boshqa bolaga almashtirib ol mana shuni. Menga qara. Tur. Menga qarab bitta soko ber. Aka, siz yana bizani aldamoqchimisiz? Aka, to'g'risini ayting, aldayapsiz. Faqat to'g'risini. Kerak emas soking. O beraman aka. Kerak emas, qo'ling tot. Aka, ishonmasang nimaga pul berasan? Men ham 8 millionga aldanib ketganman. o beraman aka. Pulsizlikdan yuribman. Men ham majbur sanlarga qo'shilib bir o'g'irlik qilaymi deyapman mana. O aka, sizga bu ish yarashmaydi. Sizga boylik yarashadi aka. Siz biznes qiling, tamom. Keling, sokib beraman aka. Ber. Xullas zo'r bo'lasanlarda, bunda yurishlaringni xohlamayman. Menda bitta zo'r biznes plan bor. Yana 200 mingdan pullaring bormi? Bor. Menga bersanglar, men sizlarni o'zim tagimga olaman. Keyin sizlar yana ikkita odam topasizlar, u sizlarning taginglaringga tushadi. Keyin sizlar ulardan tushgan pulni foydasini ham sizlar olasizlar. Uchburchak bo'lyaptimi shunda? Ha, moliyaviy piramida bo'ladi-da. Hali mana. Sanam ber. Aniq bu safar. Ishonmasang ol puling. Ha, bo'ldi, ishondim aka. Bo'ldi, ukalar gaplashamiz. Voy bala. Akam nomerini yana olmadik-ku. Ulang.